qo'lidan kelmaydi o'ldirish. Öyle demez. Jalol berga aytib beraman san, tushundingmi? Bor tuzib ketgan bizdan degan esa. Shu bilan shuni bo'lib ko'rsa jalol berga aytib beraman. Chiytanga bo'ycha nima ma'lum chiytga bo'lgan uyga turgan qo'ymayapti. Barib kirmayman dedim-ku, bor. Menda tegi borib, aytib beraman aytmasang ham. Nega bunaqa qilyapti? Tushunmayapman. Men zaborlar olib tashlagan, o'zi bitta blok g'alati bo'lgan hayronman. Hozir Jalol berga hammasini aytib beraman. Jalol ber menga beradi, menga o'rgatgandi. Assalomu alaykum Jalol ber. Va alaykum janob, qalaysan, ishlaring yaxshimi? Bo'ladi, rahmat. Nima kelding? Shu uyimni ichida bitta narsalar olib ketganing o'sha narsani olib ketishga kelgandim. Kecha yerda turibdi eshigimni oldida nimadir qilib kelib, uyga qochib uyimga kiray desam, kiritmayapti. O'zing uyga kiritmayaptimi? O'zim uyimga kiritmayapti. Nima qilay? Nima qilishni bilmadim, lekin nima kiritmayapti tushunmadim. Shu o'zim ham tushunmayapti. Shunga sizga yonimga keldim. Degan savollar. Tarık. Adam. Anladım. Sataklı. Zarur. Sap zamanı sap. Parak. Anladım. Parak olsun. Zamanı sap. Parasık. Tırnak. Parasık. Rad. Almasık. Hakikat bu kadar.
Sebarat. 75.000 var dedim. 15.000 taksini pulunu derdim. Ulan sen diyor. Hayat yok haberden olacak kesinse değil. Aydın çakır olsun geleyim. Sensin. Hayır ben karap dururdum çıkasam. Karap dururdum çıkasam mı dedim ha? Yok kurmadım. Hoe word ik? Endi bo'lyapti. Bilemem ben. Non yo'q. Inat taşımayın lan beni. Ha? Inat taşımayın lan beni. Non yo'q. Qara non işte. Alex, tog'ayam bitsin. Sebarat. Tarat tarat. Tarat tarat. Tur tarat. Tur. Şap. Tashini yashiraylik deyapti. Nimaga kim olmayapti? Evet. Sebarat. Yo'q, ishlatadi. Tur. Hayatımın. Endi urgan o'zi turmayapti. So'yam borun. Ana ayron. Ayarını yok. Nimaga? Bana ne koy. Olmazsa tamam kendi yaparım. Şunu koyayım. Tekrar kalacağım. Yo'q, necha. Hayır. Para. Ulan namaz. Ulan. Ne var? Süper. Hem doğru. Var. Taryokaga uni ajbini olsin, bunga qilmasin. Ulan. Başka kızım vardır. Qaysini suyay qo'y, tuzardi. Ne bana tutaramam. Qo'ygan, oldi. Ne? Olmaz. Olmaz yapmasın. Ayarını bırak. Evet. Parası. Ayarını bırak. Evet. Kechasi o soat 9:10larda. Hı. Nima ha? Bilmiyorum. Bitta oqib, bitta aralashib yeb bo'lmaydi, ana solib qo'ygan oqib. Karamni Ya, ukangga qolsa, Hadi. shu batalda turardi ukang. Bitti. Çal.
papa. Dur. Hatta. Rata tu fata parvin. Abaiata. Abaiata tu abaiata. Rahmet. Ayağım oldu. Kıymetli. Aytmadim da seni. Kecha benim aklıydım esine çıktı. Ne hata oldu yani? Mehar var. Şu hiçbiri yemeğim şu an. Şoka. Sen de akşam kıymetli yerinde. Kuchoq Hani yaxshi ko'rganing ko'rmaganman. Kuchoq Qo'maqdagi meni qo'ymayapti. Konser. Hey! Rata. Hey. Rata. Tora fata namus. Еще минимум 2 дня. И мы предлагаем, давайте вы не будете их утилизировать, вы уберете все свои надписи, чтобы никто не знал, что это тот самый цветочный магазин. Мы работаем. E'tiboringiz hoziroq 71 kodi bilan 209 91 91 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bizning mutaxassislarimizdan bepul maslahat, shuningdek birinchi buyurtmangiz uchun yoqimli chegirmaga ega bo'ling. Butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmati taqdim etiladi. Butun mamlakat o'yinda ismi yozilgan 12 o'yinchi futbolkasini yutib olish. Unitda avtomobildan biri uchun kurash. Messi bilan o'yindasan. Раз, два, три. Jurnalga jurnalga. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalomu alaykum. Qadrli barchaga xayrli kech. Bizni jonli efirimizda tomosha qilayotganlar telekanali hamda Instagram ijtimoiy tarmog'imizda kim bizni kuzatyapgan bo'lsa, biz ularga odatda qaynoq salom yo'llardik. Hozir konditsionerdek muzdekina salomlarimizni yo'llamoqchimiz. O'zbekiston bo'ylab barcha hududlar, barcha viloyat, barcha shaharlarga Pepsi kompaniyasi ajoyib imkoniyatni taqdim etgan. Orqamdagi ushbu BYD Jualar va biz avgust oyini so'ngiga qadar mana shu aksiyamiz g'oliblarini aniqlashga chog'layganmiz. Sizdan nimalar talab etiladi? Buni bizdagi narsaliklar mana shu o'tadigan yarim soatlik jonli efir mobaynida tushuntirib o'tamiz. Hozirgi yashil va eng toza havoli ko'ngilochar bog'larda milliy bog'damiz va bizni jonli tarzda kuzatayotgan barcha yurtdoshlarimiz bilan birgalikda biz hozir navbatdagi g'oliblarimizni aniqlaymiz. Yo'q. Surxondaryoga yo'l olgan, ikkinchisi Qashqadaryoga yo'l oldi va uchinchisi Samarqand, bizni ishtirokchilarimizga nasib etgan. Demak, biz g'olibimizni katta ma'lumiyat bilan taklif qilamiz. Javohirga yirik marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bora.
O'zida ish bu aksiyani birinchi bo'lib aytgandek olib keltirasiga Nega qara? Muharramat tuz ichkarida bakalga anaqa quyib olib chiqdi. Mineralkan bormi? Ha? Mineralkan olib chiqdi. Hammasiga ishlab tashlaydi-ku. Ayamini. Aziz Shifir. Tom. Bor, akam, bor. Nima kam qoladi? Azana makillar, xudolardi. To'xta, keyin shunaqa uzunmi qiyadi? Vona yapsana. Bormi? Qancha bor? Okey, ara pasakat. Para ket qoladi. Yana Hayot oqlar. avgust. Shohsanam bunaqasi bor, o'rtog'i keladi, unda o'chirib qo'yadi. Dur, badar.
Ja, jag tar fan. Arra kan han ha kvar. Vad det var? Jag kan bara köra. hali o'shmaydi. Xotin olmayman, kerak emas. Qarich ko'pni foiz kerak. Qochib yaramas jetel. Menga ham ber pulingdan. Yo'q, bermayman. Sen hali ketmadingmi? Yo'q, men shu yerda qolaman, chunki meni tagimga kley qo'yib ketgan. Tagimga kley qo'yib ketdimi? Ha, shuning uchun qo'zg'ay olmayapman. Sen ham shuning uchun o'tolmading-da, tentak. Shunaqa desang bo'lmaydi u vaqtliroq. Men deya olmadim-da, aytyapman-ku. Deyish kerak edi, qochib turadi va eshitib qo'yib olib bergan. Qochib tur, ko'chirib olmay boshqa joyga. Qoch. Chiqib kelay bo'ldi. Men ana endi uxlaymasdan shu yerda o'tirib qorovullar. Men ham uxlay. Uxla. Tikka uxlaysan bal, chunki sen yo'qishib qo'yasan. Yomon bo'ldi, yomon. Yig'lab, ba'zi qilib yig'lab. Men esa ba'zi qilib uxlayman. O'g'lasmi? Ha, men sovg'a tayyorlab qo'yganman. Janob shu derazangizdan gapirmay eshikdan chiqib gapirsangiz bo'ladi-ku. Yo, menga shu domni. Ha, bo'pti, mayli, biz sovg'a tayyorlashni boshlaymiz o'zi. Har tezlashinglar boshlanglar. Ertalab bo'lib ketdi-ku. Men hamcha uxlayveraman. Yomon yo'qchi o'qib qolish kunlarda. Lekin quyosh hali chiqmabdi. Juda ham yaxshi. Men baxtimga o'zi shunaqa mulohaza. Notebook yo'qaylik deb yangilda bu. Bugun sana yo'q, bugun men tug'ilgan kunim-ku. Yo'q, dahshat. Yo'q, men tug'ildim. Yo'q, dahshat. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xar. Sizlar meni yangi videorolikga kirasangiz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun men tug'ilgan kunim va menga qanaqa sovg'alar berishar ekan. Bu men uchun ham sizlar uchun ham qiziq bo'lsa kerak. O'sha uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa hozir nima qilsam bo'ladi? Soat 6 hali juda ham erta, hammasi erta. Yaxshi qadam ishlar bilan shug'ullansam, jitillarga o'zim tug'ilgan kunimligini bildirmasligim kerak. Agar ular biladigan bo'lsa, keyin o'ylaydi, ular Jo'xar bizdan sovg'a so'rab bo'lyapti deb o'ylaydi. O'sha uchun ularga bildirmasligim kerak. Agar o'zidan o'zi bilib tabriklamoqchi bo'lsa, tabriklasin, mayli, bemalol. Lekin o'zim aytib ularni sovg'a olmayman. Voy, jitil, qochib tur, iltimos, qo'zimni kutib ketay. Mana kir bemalol. Ha, mayli, rahmat. Lekin tabriklamadi, balki bilmas. Chunki yaqin qo'shnim emas, uzoqdagi qo'shnim. Ya'ni ana naridagi uydagi yashayotgan qo'shnim, balki unutib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, unutib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Balki keyinchalik esiga tushib qolar, balki surpriz qilmoqchidir. Endi u narsalarni to'g'risida bilmayman. Yaxshisi kutaylik, nima bo'ladi. Lekin menga janob Merdi beradigan sovg'asi qiziq, chunki shuncha vaqtdan beri uni xizmatini qilib yuribman. O'shanga menga navbatli narsa sovg'a qilib yuborsa kerak. Ko'ramiz-da hozir. Soliqlarni olib boraman, kakraz o'z bahona sifatida. Keyin aytadi janob menga nimani sovg'a qilganini. Mana shu senga Jo'xar gapi yo'q, hamma narsani zo'r qilyapsan. Sen zo'rsan, sen dahshatsan deydi. Keyin men bo'lsa, rahmat janob, men bo'lib ko'ray, bunaqa sovg'alardan zo'rlarni berib turay. Gap yo'q, juda boshqa maqtash narsalar aytib tashlayman. Hozir esa borib berish kerak soliqlarni. Keyin esa uyimdagi o'zimning shaxsiy ishlarim bor, lekin uyni to'g'ri chiqishim kerak. Bu borib ishlar olib boraman. Ajetalar nima gap? Tinchlik Jo'xar, qaraysan yaxshimi, ishlar yaxshimi? Ha, bo'ladi, rahmat, o'zinglar yaxshisizlar. To'g'riga qo'yaman, Jo'xar, quruq qo'llar bilan bo'lsa ham. Sovg'a bermasalar ham mayli, sizlarni quruq tabriklashinglar o'zi ham juda katta baxt. Gap yo'q, menga kirmayman, o'sha yoshim nechaga o'shanga kiraman. Shunaqa, gap yo'q, omadingni bersin. Bo'pti, rahmat. Quruq qo'l bilan deydimi? O'pku, men qanaqa sovg'a beradim deb o'ylagandim u. Va kishi bular bor, juda ham g'alati bo'lib ketyapti, to'g'risini aytsam. Ferrarimi? Rostakam, Ferrari. Nahotki qishlog'imizga kimdir kelgan? Kim keldi ekan? Qanaqadir mehmon keldimi deyman-da. Assalomu alaykum janob men. Jo'xar, men yonimga kel. Yoningizga nima qayerga qarayapsiz, qani? Polizlar zo'r pishib to'shaga qarayotgandim. Gap yo'q. Kim kelgan qishlog'imizga? Ferrari mashina turibdi. Kim kelgan deb o'ylaysan? Bilmadim, birorta mashhurroq odam kelgan bo'lsa kerak, deb Ferrari bilan kelgan-ku. Kim o'sha mashhur? Taxmin qilib ko'rchi. Kim mashhur bo'lsa-ku? Kim keldi ekan? Menimcha qishlog'imga bilmadim. O'zingizni mashinangizni chiqarib? Yo'q, sen jini bo'lib qolganmisan, bugun sen tug'ilgan kuning-ku.
Tug'ilgan kunim. O'shanga shu mashinani senga sovg'a qilmoqchiman. Johil senga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Qishlog'imdan juda ko'p ishlar bajarding. Yo'q hech, nahotki Ferrari manga. Shunaqa Ferrari, sen juda ham ko'p ishlar qilding. Bu senga hech nima emas, ya'ni bu sen uchun kichkina narsa atiga. Oho, gap yo'q jonim, men rahmat Abdushi bo'lsiga shukur. Buni do'stlarga qancha oldingiz? Arzimagan 20 stak dollarga. Nima? 20 stak dollarga 5 ta uy sotib olsa bo'lardi-ku. Derajon senga yoqadigan mashina bu axir. To'g'ri, lekin mayli, men o'zi yoningizga soliqlarni olib kelgandim. Bularni qo'yib, endi borib bemalol mashina haydasam bo'ladimi? Bemalol haydaver. Bo'pti jonim, men rahmat bo'lsiga shukur. Jabyorlik onasini ensin bu mashina haydash kerak endi. Buni qaranglar, wow, Ferrari, nahotki umrimda Ferrari haydayman deb o'ylamayman, ammo boshim chiqib qolar ekan, juda ham g'alati ekan. Mayli, endi nima ham derdik. Buni olib berib chiqib ketolmayman, chunki juda ham tor joy ekan. Yaxshi, men bu yerda aylanib olib borsam bo'ladi. Qishloq shuncha joyda aylanib borishga to'g'ri keladi. To'g'risi yo'q, to'xtaylik. Bu yerdan biz mana shu yerdan orqaga shunday burilamiz. Okey. O'xti, yomon ko'p risk qiladigan mashina ekan bu. Uy, sekin. Kimnidir agar urib yuboradigan bo'lsa, o'zi qanaqa taq degan ovoz eshitilam. Demak, kimdir urib yubordi, bilmadim, balki tag tekkandir, juda ham kichkina mashina, o'zi ham tag tegib qolish ehtimoli ham bor, balki yerga tegar. Bu uyni buzdim. Qaysidir shekel uyni buzib qo'ydim. Nayloj buzmasa ham, hamma yoqni buzib tashladim. Juda ham rasvo mashina ekan bu, juda rasvo. Men o'ylaganchalik zo'r mashina emas ekan, to'g'risi. To'g'rilib ketganda egasi turib yana yog'ay turib ketgan chiqib yana yig'lamas. Jo'xan nima qilding? Uyimda ahmoq jinni deb yana so'rib tashamas. Men to'g'rilib ketish kerak baribir. Asta bilan haydash kerak. Uyimga ham garajimga joylashtirishim yana qanday qilib. Qanday joylashtirsam bo'ladi? Endi burilish problema. Chunki kichkina mashincha ko'ryapsizlar. Mana bu ko'cha chirog'ini urib yuborsam, bo'lishni ko'rdinglar, bo'lishni his qilinglar просто. Tushmoq garajimni ochaydi. Garajni ochib turib, garajga joylashtirib yuboramiz onasini ensin. Tak. Hozir qanday o'tsam bo'ladi? Tak, mana sakrab kirib meni olsam bo'ladi. Tak, asta buramiz. Tak. To'xta. Och yetar qochib turib. Uy, asta. O'zim do'yim, bu axir o'zim do'yim. Tak. Qanday bo'lamiz? Qanday joylashtiramiz? Tushunmayapman. Tak. Asta. Judayam g'alati buni qaranglar haydash. Uy, asta. Judayam qiyin bu mashina haydash. Sizlar ham ancha haydolmasanglar kerak. Juda qiyin. Lekin takoy parkovka qildim borib. Qaranglar, qanaqa o'zgina qo'yga tegishgan. Gap yo'qligim borib, to'xtayda telefon kelyapti. Halo, eshitaman. Jo'xa, qandaysan? Zo'rmisan? Ishlar yaxshimi, tinchmisan? Bo'ladi, o'zi ham yaxshimiz bo'ladimi? Ishlar yaxshimi? Rahmat, tanidingmi? Tanidim, siz ana u kafening egasimisiz? Kafening egasiman, topding. Nima gapiratan? Sen tug'ilgan kuningmi bugun? Tug'ilgan kunim, nima gap? Senga bitta sovg'am bor edi. Kelasanmi kafemga? Bo'pti, hozir boraman. Mayli, tezroq kel. Bo'pti. Qanaqa sovg'a kerak? Men chekinga kafe bersa kerak, masaq ichib o'tiraman onasining. O'zi kakras so'zlab turganim, chunki mana mashinani haydab u yoqqa olib borgunimcha nima deydi, charchab qoldim. Hatto unchalik charcharli narsa emas. Qani janob. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, zo'rmisan, tinchmi? Bo'ladi, rahmat. Senga sovg'am bor. Mana bu kafeni chap tomoniga o'tsang, orqa tomoniga pushti mashina bor. O'sha pushti mashina senga sovg'a. Rostdan, rostdan o'tib qarachi. Bo'pti, rahmat, balada Abdushi borsiga shukur. Mayli, senga ham rahmat. Mayli, yo'q, qanaqa mashinaga pushti. Nahotki qanaqa mashina qar? Jinlik bo'lsa, pushti kelib tasavvur qilinglar qandaydir qizga. Qanaqa mashina? Jigulimi? Bo'pti. Avariya bo'lib ketganmi? Yo'q, bu sovg'a qiladigan mashinami bu endi? Bu musorga tashlanadigan. Mayli, nima ham derdim endi. Biratan e'tibor berib shuni beribdi ham rahmat, shu biratanga gap yo'q. Ba'zilar ko'ylab turgan joyga bordim. Ba'zilar shuni ham tug'ilgan ko'rib, ba'zilar bilmaydi. Vobshe burilqoq mashina ekan bu. Endi buni uyimga yoniga haydab borishim kerak. Lekin juda ham sekin yurar ekan, buni qaranglar. Bu yurishiga bilmadim, ertalab yetib boramanmi uyimga yo oradan yillar o'tib yetib boramanmi? Bilmadim. Yuri tez, undan tushib itarsam tezroq yuradi-yo menimcha. O'yini chiqoladimikan? Bu tankaku bu. Bu chiqolmaydi bu yerdan. Qanday haydab boraman, men tushunmayapman. Menamiz
tezroq gazni bossak balki tez yurar a. Qaraylik ketdi. Adava chiq. Yo'q, yerni tutma, voy garang mashina, nimaga yerni tutasan, tepaga chiqishing kerak axir. Yo'q, qanday aytaman buni uyga men tushunmadim. Balki mana bu yerdan chiqara, yo'q, yerdan chiqmayapti qizig'i. Qanday chiqmayapti? Bu demak yer tekislayotgan mashina ekan. Bu yerni chekib ketyapti. Bu yer ostidan chiqsam ham borib qarab turaylik hozir. Demak bu bilan bu shaxta kirib ketdi rostdan ham. To'xtanglar. Bu qoch. Voy yer ostiga kirib ketdim. Qani. Voy, yaxshi ham minib oldim qaytib mashinaga. Qanday tushaman bu yerdan endi? Oppo, rasvodan ham battar mashina ekan to'g'risini aytsam. Bu tushib ham bo'lmayapti. Bundan qanday orqada ham sideniya ham bormikan? Yo'q, orqada ham sideniya yo'q. Yo'q, qani mashina qani? O'zi o'lib qolaman. Yaxshi, mana nafas oldim. Nafas olyapman. Yaxshi chiqdim. Deb yaxshisi mana shu tinchgina mashina yo'q ketay. Kerak emas menga bunaqa mashina to'g'risi. O'ldiradigan mashina ekan, odamni o'ldirib yuboradigan. Qirvarayshi mashina ekan bu. Mana bu yerda hech kim bu mashina borligini bilmasligi kerak, yoshib ketaylik. Agar kimdir topib olsa o'lib ketadi bu mashina haydayman deb. O'zim ham ozgina qolib bor, lekin bu ham rasvo mashinaga buni
Buni qaranglar. Oho, archa bitgan, buni suv quyib olish kerak. Qo'yib ketadi. Kerak emas. Biratanga bor rahmat aytib kelyapti. Lekin mashinasini aytaman, yashirib qo'ydim, keyinchalik kelajakda haydayman deb biratanga aldamasak bo'lmaydi. Chunki biratan qancha e'tibor qilib bizni tug'ilgan kunimiz bilan mani tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. Biratanga unaqangi nima deydi, hurmatsizlik qilmasligim kerak. Birat menimcha uyda o'tirib hozir bor rahmat deb kelaman. Birat ishxonasida uyda deb qani. Assalomu alaykum yana bir birat. Jo'g'a, qalay? Mashina yoqdimi senga? Ha, yoqdi, gap yo'q, zo'r ekan. Olib borib yashirib qo'ydim.